Assalomu alaykum azizlar, Ma'rifat kanaliga xush kelibsiz. Va bugun biz bilan ma'no izlab hikoyasi. Qani bo'lmasam, ketdik. Kasalxona, shifoxona nomi muhim emas. Agar nima uchun yashayotganingni bilmoqchi bo'lsang, aynan shu yerga kel. Chaqiruvga 1 daqiqa kechikib borgan tez yordam mashinasini kuzat. Qanday yo'l tutishni bilmay dovdirayotgan o'zidan ko'ra bemorni ko'proq ayab turgan shifokorga boq. Yoki onasi operatsiyaga kirib ketganini bilib, hech narsa qila olmay ko'zlari mo'ltirayotgan bolaning yuragiga quloq sol. Shunda tushunasan. Agar yashash sababing aniq bo'lmasa, demak sendagi muammo tanada emas, ruhda. Sen kasalxonadan sog'-salomat chiqishing mumkin, ammo ruhing hali ham chorasiz holatda qolishi mumkin.